Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa avgust oylariga qabullarimiz boshlandi. Qabullarimiz Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand va Surxondaryolardan xudo xolisa bo'lyapti. Inshaalloh sizlarni ularni kunlari bilan, ularni qanaqa paketligi bilan va eng asosiysi narxlari bilan tanishtirib o'taman. Eng boshidan boshlaydigan bo'lsak, buni kunlaridan boshlaymiz. Toshkent shahridan xudo xolisa 1-dan 31-avgust sanasigacha har kuni reyslarimiz bor. Toshkent, Jidda va Toshkent, Madina. Endi Toshkent, Madinaga bormoqchi bo'lganlar, to'g'ridan-to'g'ri Madinaga uchaman deganlar uchun haftada bir marta Toshkent shahridan Madina reysimiz bor. 5-chi, 12-chi, 19-chi va 26-avgust sanalari Toshkent, Madina, Toshkent reysimiz. Qolganlari Toshkent, Jidda, Toshkent. Qo'shimcha yana Madina reyslarimiz bo'ladi bularning orasida. Xudo xolasa endi Toshkent, Madina reyslarini tanishtirib o'tdim. Vodiyga kelamiz. Namangan shahridan 5-avgustdan boshlanadi. 5-chi, 12-chi, 19-chi va 26-avgust kunlari Namangan, Madina, Namangan to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Farg'ona shahridan 6-avgustdan boshlanadi. 6-chi, 13-chi, 20-chi, 27-avgust sanalariga Farg'ona, Madina, Farg'ona reyslarimiz bor. Andijondan ham xudo xolasa 4-chidan boshlanadi. 4-chi, 11-chi, 18-chi va 25-avgust sanalariga xudo xolasa Andijon, Madina, Andijon reysimiz bor. Samarqand shahridan ham haftada bir marta bo'ladi. Avgust oyining boshidan xudo xolasa boshlanadi. Telefon qilsang batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Surxondaryoning Termiz shahridan ham bor. Xudo xolasa avgust oyiga Termiz, Madina, Termiz yo'nalishida uchadi. Endi kunlari bilan tanishtirib o'tdim. Endi men sizlarga ularni qanaqa paketligi to'g'risida aytib o'tib ketaman. Eng avvalo aytaman, bu standart paket 14 kunlik ekonom yoki ekonom plus paket emas. Mehmonxonalaridan boshlaymiz. Madina shahriga borilgandan keyin Divan, Al-Hijra va Meroj Toyba mehmonxonalarida turiladi. Mehmonxona masofasi 250-300 metrda, haramga 4-5 minutda piyoda kirsa bo'ladi. Madinaga borilgandan keyin 3 kun Madinada turiladi. Xudo xolasa Madina ziyoratlariga chiqiladi. Uhud tog'i, Xurmo bog'i, Qiblatayn masjid, Qubo masjidi, farishtalar tushgan o'sha Badr g'azoti bo'lgan farishtalar tog'i, G'ors qudug'i xudo xolasa bor dasturchi va eng asosiy narsa borishlikdan yagona bo'lgan maqsad, ya'ni bormoqchi bo'lgan ziyoratchilar nima uchun boradi desa, Ravzaga kirishlik uchun boradi. Inshaalloh Ravza bor, 100% buni kafolatlaymiz. Endi xudo xolasa Makka shahriga keladigan bo'lsak, Makka shahrida Sama al-Misk mehmonxonasida turiladi va Dar Bunyan mehmonxonasi bor. Mehmonxonamiz Sama al-Misk 800 metrda va Dar Bunyan mehmonxonasi 1 kilometr 400 metr masofada joylashgan. Oziq ovqatlariga keladigan bo'lsak, Madina shahrida 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 3 mahal Makkada o'zbek milliy taomlari beriladi. Makka ziyoratlari bor. Arafot, Jamarot, Mino, Muzdalifa, Savr g'ori, Hiro g'ori, xudo xolasa Rojihiy masjidiga sayohat va ziyofatlar bor. Endi Qizil dengiz sayohati albatta mavjud. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, biz atga sayohat, ziyoratga misol uchun bormaymiz, aylanganida kommentariyalarda shunaqa gaplar qoldirishyapti. Endi hamma ham misol uchun umrada 1 marta, 2 marta borishi mumkin. Endi Qizil dengiz sayohatiga borsa, Qizil dengiz bu oddiy dengiz bas. Bu dengiz Muso alayhissalom va Fir'avn voqeasi bo'lgan dengiz hisoblanadi. Dengiz ikkiga yorilgan, shu Qizil dengiz bo'ladi. O'sha Muso alayhissalom va Fir'avn voqeasi aynan shu Qizil dengiz ustida sodir bo'lgan. Bundan qiziq ma'lumotlarni olish uchun xudo xolasa bizga murojaat qilsalaring, 50 boshlarimiz olib borib, ana o'sha yerda xudo xolasa sizlarga Qizil dengizda butun tarixi to'g'risida ma'lumot berib o'tishadi. Xudo xolasa endi Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatlari hamma narsa kiritilgan. Xudo xolasa oziq ovqatlari bemalolchilik, mo'l ko'lchilik xudo xolasa. Endi bo'sh qop tika turmaydi deydi. Borgandan keyin albatta yaxshi yeb, yaxshi ichish kerak. Chunki ibodatga bu narsa quvvat bo'ladi. Endi sizlarni buni narxi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Narxlari 10-avgust sanasigacha Toshkent, Jidda va Toshkent, Madina narxlari $895 dan 10-avgustdan 31-avgustgacha Toshkent, Jidda va Toshkent, Madina reyslarimiz $945dan. Butun vodiy bo'yicha Andijon, Namangan, Farg'ona reyslarimiz barchasi
$995 xudo xohlasa, reyslar to'g'ridan to'g'ri. Samarqand shahri $1025 skidkasi bor hozirgina va Termizdan ham $1025 undan ham skidka qilib beramiz. Qolgan reyslardan ham xudo xohlasa sizlar uchun skidka qilib beramiz. Ishonchli firma bo'lsin, litsenziyalangan firma bo'lsin, xizmatlari sifatli bo'lsin, 50 boshlari halol bo'lsin. Xudo xohlasa borganimizdan keyin ko'ngildagidek eng avvalo umra qilaylik. Xudo xohlasa maza qilib ziyorat, sayohat qilaylik desalaring, albatta bizga murojaat qilinglar. Pastda ekranda telefon raqamlarini qoldiryapmiz. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlab turibdi. Xudo xohlasa bizda yolg'on yo'q. Inshaalloh faqat rostini aytib, qo'limizdan kelganicha Xudo xohlasa sizlarga qanaqa xizmat qilib, Xudo xohlasa ko'ngillaringni olib, biz orqamizdan o'sha yerlarga borib mamnun bo'lib kelsalaring, biz ham albatta bundan xursand bo'lamiz. Bizni ham ishimizga Alloh taolo baraka beradi shuning orqasidan. Xudo xohlasa murojaat qilishlari mumkin. Qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston fuqarolari ham murojaat qilishlari mumkin. Endi uchib ketishdan bir kun oldin kelishadi. Misol uchun 30-iyul sanasiga reys bo'lsa, ular 29-iyul kuni bemalol o'tishlari mumkin. O'tishgandan keyin biz ularga mehmonxona xarajatlarini o'z hisobimizdan qoplab beramiz, ya'ni bepul. Vodiyda ham, poytaxtimiz Toshkent shahrida ham shunaqa. Tojikiston, o'zimizdan mana Qirg'iziston vodiyga o'tishsa, Qozog'iston fuqarolari bor Toshkentga o'tishsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Qo'rqmasdan to'lov turiga keladigan bo'lsak, to'lov turlari siz istagan usulda amalga oshiriladi. Xohlang Toshkent shahardagi bosh ofisimizga kirib, pasportlaringizni olib kirib to'lov qilishingiz mumkin. Xohlang Farg'ona shahar ofisimizda to'lov qilishingiz mumkin. Yo'q, men aeroportda to'lov qilaman desangiz, so'mka, kamzil, bejik, viza hamma yo'llarni olganlaringdan keyin bemalol xudo xolisa o'sha yerda to'lovlarni qilib uchib ketishlaring mumkin. Hamma narsa 100% ishonchli, firma litsenziyalangan aytib o'tdim, Hikmat Travel. Xudo xolisa sizlarga xizmat qilayotganimizdan biz juda ham mamnunmiz. Ekranda telefon raqamlarini qoldirsam, xudo xolisa murojaat qilsalaring, batafsil yana qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa qo'shimcha, albatta sizlarga xudo xolisa bu ma'lumotlarni berishingizdan xursand bo'lamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.